Obunachilarim tarafidan kelgan paranormal hodisalar. Bolaligimdan menda g'ayrioddiy hodisalar yuz berardi. Hayotda va tushlarimda ham har xil narsalarni ko'rardim. Va bu narsa meni bolaligimdan bo'lganligi uchun bu narsalarga o'rganib qolgan edim. Hech qachon o'zimni ich-ichdan yolg'iz his qilmaganman. Xuddi ichimda bir narsa bordek va meni yolg'iz qoldirmagandek tuyulardi. Yillar o'tib 20 yoshimda turmushga chiqdim. Mening oilam hamma orzu qiladigan oilalardan edi. Ammo 4 oy o'tar o'tmas kelishmovchilik sababidan ajrashdik. Ajrashganimdan bir necha oylar o'tib, meni yoshligimda bezovta qilgan narsalar yana bezovta qilishni boshladi. Bu safar oldingidek oddiy emasdi. Kimdir bug'ardi va ko'zimga har xil qora sharpalar ko'rinardi. Bundan tashqari, avval quloqimga chaqaloqning yig'isi kelgan bo'lsa, yoshi katta ayolning qo'rqinchli kulishlarini ovozini eshitardim. Bora-bora u ovozlar kampirning dahshatli chinqiriqlarini ovoziga aylangan edi. Hatto ko'zimni yumishga qo'rqar edim. Ko'zimni yumishim bilan har xil chinqiriq ovozlarini eshitar edim chunki. Shu sababdan o'zimni uxlamaslikka majburlardim. Sog'lig'im albatta bu uyqusizliklarga javob berdi. Vaqt o'tgani sari tushlarimga bir erkak kirishni boshladi. U faqat tushlarimda emas, balki hayotimda ham meni ta'qib qilayotgan edi. Kechalari o'z-o'zidan uyg'onib ketardim va ko'zimni sekin ochib qaraganimda tepamda o'sha erkak menga tikilib turganini ko'rardim. Qo'rqib baqirmoqchi bo'lganimda esa ovozim chiqmasdi, tilim kalimaga kelmasdi. Va men ortiq bundan jiddiy qo'rqishni boshlagandim. Shu sababdan oyimni xonasida birga uxlashni boshladik. Hikoyamiz bitta videoga sig'madi. Profilimga o'tib keyingi videoni ko'rishingiz mumkin bo'ling.